Amerikadan olib kelganmiz qizimni. Biz 2024-yilda kelganmiz sizlarga. Amerikadan olib kelganmiz qizimni. Holati og'ir edi-da, o'tda privkadan mana shunaqa holatga tushib qolgan. Sog'lom tug'ilgan o'zi. Keyin hech qanaqa o'tda natija bo'lmadi bizda. Keyin sizlarni eshitdik-da, bu yoqqa olib keldik. Tezlashtirilgan variantda oldik. Borgandan keyin o'zgarishlarni sezdik-da. Ongi o'sishi ko'paydi-da, biz o'shani sezdik. Ko'zlarida aniq o'zgarish bo'ldi. Chiroyli qarashlar boshlandi. Endi bu yildan yana olib keldik. 5 ta kursi bugun 5-chisini tugatyapmiz. Lekin aniq 2-kunidan o'sha o'zgarishni sezdik. Bu yoqqa kelganda ham so'lichalari ko'p tutardik. So'liklari to'xtadi. Qo'lini yomon tishlardi. Qo'lini tishlash to'xtadi. Keyin biz ichini anaqa svechka bilan keltirardik-da. O'zi kelmasdi. 2-kuni o'sha nini oldik-ku. Уже 3-kunidan уже ichi o'zi keldi-da. Hech qanaqa svechka qilmadik, dori bermadik. Ichi уже o'zi 2 marta keldi. Vaqtdan yutqazmasdan tezroq olib kelishsin, iloji boricha. Rahmat sizlarga ham katta.